Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Toshkentdan Rossiyaga uchgan samolyot manzilga yeta olmadi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Toshkentdan Moskvaga uchgan samolyot dron hujumi tufayli Qozonga qo'ndi. Bugun 28-may kuni Aeroflot aviakompaniyasining Toshkentdan Moskvaga uchgan samolyoti dronlar hujumi sababli Qozon shahriga yo'natilgan va u yerda 4 soatga qolib ketgan. O'zbekiston Airways Sankt-Peterburgga reyslar sonini oshiradi. 15-iyundan boshlab har yakshanba kuni Rossiyaning shimoliy poytaxtiga qo'shimcha parvozlar amalga oshiriladi. Reyslar jadvali: Toshkentdan jo'nab ketish 18:40, Sankt-Peterburgga yetib borish 21:50, Sankt-Peterburgdan jo'nab ketish 23:20, Toshkentga yetib kelish ertalabki vaqt 06:10. Xanti-Mansiyskda o'zbekistonliklarni ishga jalb qilishga talab ortmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Bu haqda O'zbekiston Bosh konsulxonasi Xanti-Mansiysk avtonom okrugi Mehnat va bandlik departamenti direktori o'rinbosari Aleksey Mokrinskiyning onlayn muloqotida ma'lum bo'ldi. Mokrinskiyning aytishiga ko'ra, Xanti-Mansiyskning yirik neft va gaz korxonalari va boshqa sohalarda jami 20 mingdan ziyod bo'sh ish o'rinlari mavjud. Bugungi kunda ushbu hududda O'zbekiston fuqarolari patent rasmiylashtirgan holda ishlamoqda. Ish beruvchilar orasida o'zbekistonliklarni ishga jalb qilish bo'yicha talab tobora ortib bormoqda. Tyumenda muhojirlarning 1/3dan ko'prog'i birinchi urinishda rus tili imtihonidan o'tolmayapti. Garchi migrantlarda istak bo'lsa-da, til o'rganish oson bo'lmayapti. O'tgan yilning dekabr oyidan boshlab Rossiyaga kelgan barcha migrantlar imtihon topshirishlari shart. U 3 qismdan iborat: rus tili, rus tarixi va qonunlari. Ushbu imtihonsiz patent ishlash yoki yashash uchun ruxsatnoma olish mumkin emas. Tyumenda 5 oy ichida deyarli 15 ming migrant imtihondan o'tdi. Ammo ularning 1/3 qismi rus tili imtihonidan o'tolmagan. Tyumen davlat universiteti Qoshdagi moslashuv amaliyot va test markazi Alena Surovenaning aytishicha, muhojirlar uchun eng katta qiyinchiliklar rus tilida o'qish va yozishdir. Yashash uchun ruxsatnoma olish uchun imtihon topshirganlarga ayniqsa qiyin bo'lmoqda. Chunki unda grammatika, suhbat va matnni tushuntirish kabi murakkab vazifalar bor. Imtihondan o'ta olmaganlarning ko'prog'i kurslarga kelishadi va keyin yana ba'zan 3-4 marta topshiradi. Imtihonlarni qayta topshirganlarning orasida Tojikiston, O'zbekiston, Ozarbayjon va Qirg'iziston fuqarolari ko'proqdir. 2025-yil 1-apreldan boshlab muhojirlarning farzandlari uchun rus tilidan imtihon majburiy bo'ldi. Sinovdan muvaffaqiyatli o'tgandan keyingina bola maktabga qabul qilinadi. Tyumen viloyatida hozirgacha 13 nafar bola imtihon topshirdi. Ulardan 4tasi imtihondan o'tolmagan. Rus tili o'qituvchisi Nikolay Pronevning fikricha, bolalar uchun rus tili juda qiyin bo'lishi mumkin. Rus tili ularning ona tilidan grammatika, so'zlar, tovushlar bilan farq qiladi. Imtihon bilimlarini sinash uchun, ammo migrantlarning farzandlari qiyin ahvolda ekanini hisobga olish kerak. Shuning uchun talablarni biroz o'zgartirish kerak. Agar bola imtihondan o'ta olmasa, u faqat 3 oydan keyin uni qayta topshirishi mumkin. Ammo o'shanda ham muvaffaqiyatli qozonishga ishonch yo'q. Mutaxassisning fikricha, muhojirlar uchun rus tili kurslari ko'pgina ularning haqiqiy ehtiyojlarini qondirmaydi. U yerda ularga gapirishni o'rgatishga oz vaqt berilgan va tilning madaniy o'ziga xos xususiyatlari tushuntirilmaydi. Ammo imtihon topshirishlarda ruslar uchun tanish, ammo boshqa mamlakatlardan kelgan odamlar uchun tushunarsiz bo'lgan so'zlar va holatlar mavjud. Avvalroq Tyumendagi migrant bolalarning deyarli yarmi rus tilini yaxshi bilmasligi xabar qilingan edi. Shu bois mutasaddilar ularning bilimlarini muntazam tekshirib kurslarga jo'natmoqchi. Shu bilan birga Rosovnadzorning ta'kidlashicha, migrant ota-onalarning 1-sinfga qabul qilinish haqidagi arizalarning 81% turli sabablarga ko'ra rad etilgan. 2024-yilda migrantlar uchun rus tili bilish haqidagi 9 mingdan ortiq sertifikat bekor qilindi. Bu haqda Rosovnadzor rahbari Anzor Muzayev Sankt-Peterburg xalqaro yuridik forumi sessiyasida ma'lum qildi.
Bundan tashqari, qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlardan so'ng bunday huquqbuzarliklar soni 3 barobar kamaydi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan aniqlangan huquqbuzarliklar soni qariyb 3 barobarga kamaydi. Gap bekor qilingan guvohnomalar haqida bormoqda va asosan bularning barchasi o'zgartirishlar kiritilgunga qadar amalda bo'lgan eski berilgan hujjatlar, degan u. Muzayevning eslatishicha, hozirda Rossiya Federatsiyasida 203 ta huquqiy imtihon o'tkaziladigan joylar mavjud. Bularning barchasi federal muassasalar yoki shu'ba korxonalar. Bular davlat tuzilmalari, ularning tijorat tuzilmalariga hech qanday aloqasi yo'q, deya aniqlik kiritgan u. 2024-yil noyabr oyida Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin chet el fuqarolari uchun rus tilidan imtihonlarni uchinchi shaxslar tomonidan tashkil etish va o'tkazishni taqiqlovchi qonun imzoladi. Rus tilini bilish, Rossiya tarixi va Rossiya qonunchiligi asoslarini bilish sertifikati faqat hukumat tomonidan imtihon o'tkaziladigan muassasalar ro'yxatiga kiritilgan davlat muassasalari tomonidan berilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Rossiya Federatsiyasida rus tilini bilmaydigan migrantlarning farzandlarini maktablarga qabul qilishni taqiqlovchi qonun mavjud. Migrantlarning bolalarini boshlang'ich, umumiy, asosiy, umumiy, o'rta va umumiy ta'lim dasturlariga o'qishga qabul qilish faqat rus tilini bilish bo'yicha test sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirdagina mumkin. Mehnat migrantlari 2 shahar va viloyat Moskva viloyati, Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida bitta patent asosida ishlashlari mumkin bo'ladi. Endi Rossiyaning 2 hududida faoliyat yurituvchi kompaniyalar chet el ishchilar uchun 2 ta patent olish uchun ariza topshirishlari shart emas. Bitta patent yetarli bo'ladi. U qo'shni mintaqada ham tan olinadi. Bunday qonun Davlat dumasi tomonidan qabul qilingan deb xabar beradi Interfax. Bu ayniqsa Moskva va Moskva viloyatidagi qurilish obyektida ishlaydigan pudratchi kompaniyalar uchun to'g'ri keladi. Rossiya Federatsiyasining boshqa subyektida patent olish va ish beruvchilar uchun ham, chet el fuqarolari uchun ham vaqt va moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Qonun 2025-yil 1-sentyabrdan kuchga kiradi. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Moskva va Moskva viloyatida migrantlarning joylashuvini mobil ilova orqali kuzatish bo'yicha tajriba boshlanadi. Dasturda ishtirok etish uchun xorijliklar o'z shaxsiy ma'lumotlarini, jumladan mobil qurilmalar va geolokatsiya ma'lumotlarini qayta ishlashga Ichki ishlar vazirligiga rozilik berishlari kerak bo'ladi. Agar migrant mustaqil ravishda ro'yxatdan o'tish imkoniga ega bo'lmasa, bu borada unga tegishli bo'linmalar yordam beradi. Biroq agar foydalanuvchining geolokatsiyasi 3 kun ichida qayd etilmasa, u qaydnomadan olib tashlanishi mumkin. Mehmonxonalarda, sanatoriyalarda, sayyohlik markazlarida, lagerlarda yashovchi yoki kasalxonada bo'lganlar uchun istisnolar mavjud. Ular o'z joylashuvi haqida xabar berishlari shart emas. Agar qonun loyihasi qabul qilinsa, eksperiment 2029-yil 1-sentyabrgacha davom etadi. Tajriba Belarus fuqarolaridan tashqari Rossiyaga vizasiz kirgan xorijiy fuqarolarga nisbatan qo'llaniladi. Bundan tashqari 2025-yil 30-iyundan boshlab Rossiya migrantlarining raqamli profillarini, jumladan barmoq izlari va fotosuratlar kabi shaxsiy biometrik ma'lumotlarni yaratishni boshlaydi. Ushbu profillar chet el fuqarolarining mamlakat ichidagi holatini nazorat qilish uchun ishlatiladi. Shuningdek, 2025-yil 1-yanvardan boshlab chet el fuqarolari 10 tadan ko'p bo'lmagan SIM kartalarni ro'yxatdan o'tkaza olmaydi va ularni olish uchun biometrik ma'lumotlarni taqdim etish kerak bo'ladi. Ilgari chiqarilgan SIM kartalar 2025-yil 1-iyulgacha biometrik ma'lumotlar yordamida tasdiqlanishi kerak. Aks holda ular bloklanadi. Ushbu chora-tadbirlar migratsiya ustidan nazoratni kuchaytirish va Rossiya hududida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan deb iddao qilmoqda. Moskvada migrantlar patent olish uchun navbatda siqilib qolishdi. Oralarida ayollar ham bor. Oyoq ostida qolib o'layotganlarni ham ko'rish mumkin. Bu patent deganni onlayn olish yo'lini qilish kerak. Xuddi mygov.uz kabi. Axir buni iloji bor-ku. Bularga chet davlatdan kelgan migrantlarning manfaatlarini umuman qizig'i yo'q. Musofirlar, o'zingizni asrang. Bechora o'layotibdi, qaranglar, Kafkaga. Singan o'layotibdi, ustini yopib qo'ydilar. Odamni qaranglar, ey. Odamni. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidagi tajin o'tkazish punkti 1-sentyabrgacha yopiq qoladi.
Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Punkt 1-may kuni qayta ish boshlashi kerak edi, biroq tomonlar kelishuviga ko'ra taqiq uzaytirilgan. Cheklov o'tkazish punktida davom etayotgan ta'minlash ishlari bilan bog'liq, deb xabar berdi Qozog'iston Davlat daromadlari qo'mitasi. Rossiyada noqonuniy migrantlarni yollaganlik uchun jazo kuchaytirildi. Rossiyada hujjatsiz muhojirlarni ishga yollaganlik uchun jazoni kuchaytirildi. Endi ruxsatsiz yoki patentsiz xorijliklarni ishga olgan ish beruvchilar katta miqdorda jarima to'laydi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Agar kompaniyaning oddiy xodimi qonunni buzsa, u 70 ming rublgacha jarimaga tortiladi. Agar kompaniya yoki yakka tartibdagi tadbirkor muhojirni hujjatsiz ishga olsa, jarima har bir noqonuniy ishchi uchun 1 million rublga yetishi mumkin. Ish beruvchilar chet el fuqarosining patenti yoki ishlashga ruxsati bor-yo'qligini tekshirishlari, shuningdek, Rossiyada yashash uchun barcha hujjatlarni to'g'ri to'ldirishlari lozim. Agar bu shartlar bajarilmasa, u ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanadi va qonun bilan jazolanadi. Hujjatlarda xatolikka yo'l qo'ygan migrantga xatolarni o'zi tuzatishi uchun vaqt 10 sentyabrgacha uzaytirildi. Shu vaqtgacha siz Rossiyada qolishingizni qonuniylashtirishingiz va barcha kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Ayni paytda Novosibirsk shahrida bir kunda Rossiya qonunchiligini buzgan 53 nafar muhojir chiqarib yuborildi. Bular Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolaridir. Qrim rahbari Sergey Aksyonov kelajakda mehnat muhojirlarga oilalarni Rossiyaga olib kelishni taqiqlashni va faqat mehnat vizasi bilan fuqarolikni